payt uzoqdan uftodaning xonaqohi ko'rindi. Qaniydi uning xonaqohiga bora olmay shu yerlarda qotib qolsa, biror toshga qoqilib yerga yiqilsa, otiga o'xshab oyog'i tuproqqa botib qolsa, qaniydi uni oltinlar bilan to'xtatib qolishning imkoni bo'lsa-yu, oldini oltin uyumlari bilan to'ldirib tashlasam, uni bu xonaqohga borishdan ushlab qolsam, yo'q, men bunga ojiz qoldim. Uni bu yo'ldan qaytara olmadim. Qozi xonaqohning bog' eshigidan ichkari kirdi. Ichkari kattagina bog', sal nariroqda esa bir qavatli xonaqohning asosiy binosi turibdi. Qozi Mahmud afandining egnida samur, suvsar sibir suvsari yungidan qilingan mo'ynali kamzul, boshida sallasi bor edi. Qozi afandi bog' eshigidan kirishi bilan qo'lidan teshacha ko'targan, teshacha, kurakcha, ketmon bilan g'imir-g'imir ish qilayotgan odamlarni ko'rdi. Lekin Qozi afandining ko'zlari boshqa odamni, butunlay boshqa insonni qidirardi. U darhol sal nariroqda yerga cho'kib olib, bir niholning tagini chopayotgan qari odamga yaqinlashdi. Uftoda. Shayxning uftoda hazratlari qayerdalar? Shayxing uftoda hazratlari qayerdalar? Haligi odam unga javob bermadi. Hatto o'girilib ham qaramadi. Qozi Mahmud afandi yana so'radi. Yana oraga jimjitlik cho'kdi. Yana savol javobsiz qoldi. "Hoy, menga qara, men Bursa qozisi Mahmud afandi bo'laman. Eshityapsanmi? Senga gapiryapman. Uftoda hazratlari qayerdalar?" U yana orqasiga qaramaydi. Yana javob bermaydi deb o'ylagan edim, lekin bu safar ortiga qaradi. Cho'kkalab o'tirgan joyidan turmasdan gavdasi bilan emas, faqatgina boshi bilan qayrilib qaradi. Shu zahoti men ham Qozi Mahmud ham bu odamni tanidik. Mening tanishligim ko'ksimdagi yaralarimdan edi. Uni ko'rar ko'rmas boshimdan bir chelak sovuq suv quyilgandek bo'ldi. Tilim tutilib qoldi. Qochishga joy topa olmay qoldim. Qaniydi qocha olsam, bu yerda bir on ham turmasam, lekin bu qo'limdan kelmaydi. Dardimga dard qo'shildi. Men uni tark qilganimga ham ancha bo'libdi. Soqollariga oq tushibdi, ustida hamon kamtarona kiyim, bugun ham odmigina kiyinib olibdi. Shu yerda hovlida ishlayotgan oddiy xalqdan farqi yo'q. Uning mana shu kamtarligi, tavozesi meni azobladi. Olovlarda yondirdi, nima qilsam ham foydasi bo'lmadi. Yo'lidan aslo voz kechmadi. Mana meni mag'lub qilgan uftoda qarshimda turibdi. Rang ro'yida hech qanday o'zgarish yo'q. "Keling, Qozi afandi, uftoda men bo'laman", dedi u xotirjamlik bilan. Qozi Mahmud afandi uyalib ketdi. Uning o'rnidan boshqa odam bo'lsa, u ham uyalib yerga kirib ketgan bo'lar edi. Chunki uftodada tavozi burkangan allanechuk haybat, viqor bor edi. Tavozi har qanday joyda kibrning belini sindiradi. Uftodaning haybati meni yana qo'rqitdi. "Lutfan meni afv qiling, bilmabman", kalolanib qoldi Qozi afandi. "Bilsang ham bilmaysan", dedi uftoda. Qozi afandi sukunatga cho'mdi. Biroz majburiyatdan shunday bo'ldi. "Qozi afandi, sizni qaysi shamol uchirdi? Dardingiz nima? Biror ayb qildikmiki shu yergacha kelibsiz?" dedi uftoda. Men esa qalt-qalt titray boshladim. Qozi Mahmud afandi shunday dedi-yu, tomog'i qurib qolgandek yutindi. So'ng duduqlanib gapira boshladi. "Men Allohning do'sti bo'lishni, ilm olishni, agar qabul qilsangiz, talabangiz bo'lishni xohlayman." "Yo'q, bo'lmaydi", dedi uftoda. "Sizni qabul qilmayman." Birdan o'zimga keldim. Uftoda Qozi afandini rad qilsa-ya, axir mening ham istagim shu edi-ku. Nahotki orzum amalga oshsa? Uftoda gapida davom etdi. "Bu yer yo'qlik eshigi. Bu yerga to'qlik, borlik bilan kelganlar qabul qilinmaydi. Bu yer hechlik dargohidir. Mo'llik bilan kelganlar qabul qilinmaydi. Bu yer tanglik eshigidir. Kenglikdan kelganlar qabul qilinmaydi.
Siz esa to'qlikdan, mo'l ko'lchilikdan, kenglik, farovonlikdan kelmoqdasiz. Bu yer siz vaqt o'tkazadigan maskan emas. Men mushkul deb o'ylagan ishlarim xamirdan qil sug'urgandek osonlik bilan hal bo'lganga o'xshayapti. Mahmud afandini men emas, uftodaning o'zi rad qilyapti. U bo'lmaydi, qabul qilmayman degani sari mening ichimda bayram boshlanayotgan edi. Oshig'im olchi bo'ladiganga o'xshaydi. Iltimos, meni dargohingizga qabul qiling. Menga eshigingizni oching, yalinishda davom etdi qozi. Egningizdagi samur mo'ynasini, boshingizda ko'tarib yurgan maqomingizni qarang. Buning ustiga otingiz ham bu yerga kelishni istamay oyoq tirab oldi-ku. Oyoqlari tuproqqa botmadimi? Qozi Mahmud afandi yana bir bor hayratdan yoqasini ushladi. Ammo uftodaga talaba bo'lish ishtiyoqi yanada ortdi. Bu qanaqasi axir? Otini to'xtatib qolganini qayerdan eshita qoldi? Axir atrofda bizdan boshqa hech kim yo'q edi-ku. Kimsasiz tog' etagi edi-ku. Lekin uftoda bularni bilyapti yoki bildirilyapti. Men qozi yana gapirmoqchi bo'ldi, ammo gapini davom ettira olmadi. Uftoda uning so'zini kesdi. Qozi afandi, sizning mol-mulkingiz, maqomingiz, shon-shuhratingiz bor. Bizning esa faqatgina Allohimiz bor. Bu yer sizga munosib emas. Sizga bu dargoh torlik qiladi. Siz bu yerlarga sig'maysiz. Mahmud afandi turgan joyida qotib qoldi. Ammo vijdoni hech to'xtamay, tinmay, bor, noumid bo'lma, qo'llariga mahkam yopish deb pichirlayverdi. Qozi afandining ishtiyoqi baland. Uftodaning qo'llariga yopishib, yolvorishga tayyor turibdi. Men ham biror chora ko'rishim, qulog'iga fitnamni pichirlashim kerak. Vaziyatni darhol o'z tomonimga og'dirish payiga tushib, quloqlariga pichirladim. Hali ham qo'l siltab qaytib ketmadingmi? Seni haydagandan ham battar qildi-ku, ko'rmayapsanmi? Sen shuncha ixlos bilan yo'l bosib kelding, u bo'lsa seni haydab soldi. Qo'lingdan kelganini qilding, u bo'lsa sendek ulug' qozini itdek qopyapti-ya. Nimani kutib turibsan? Shartda qo'lingni siltab qaytib ket, deb vasvasa qildim. Natijani kuta boshladim. Qozi Mahmud afandi bir muddat jim bo'lib qoldi. Bilaman, tafakkur qilyapti, o'ylayapti, xayoli ketish yoki qolish, sabot yoki umidsizlik, jannat yoki jahannam orasida turibdi. Qozi ikkilanib ancha turdi, so'ng birdan yana oldinga tashlandi. Uftodaning qo'llariga yopishdi. Yig'layaptimi? Faryod solyaptimi? Yana bir marta uftodaning oldida mag'lub bo'ldimmi? Hazratim, dedi Qozi Mahmud. Qurboningiz bo'lay, meni qabul qiling. Nima istasangiz qilaman. Og'zingizdan chiqqan ishni bajaraman. Qayerga yuborsangiz boraman. Iltimos, meni xonaqohingizga qabul qiling. Qozi afandi, bu yer yo'qlik dargohi. Bu yerga to'qlik bilan kira olmaysiz. Bu yer tark qilish diyoridir. Qabul qilish bilan kira olmaysiz, qo'shimcha qildi uftoda. Hazrat, mayli, hamma narsamni tark qilaman, voz kechaman, o'tinib so'rayman, meni qabul qiling. Uftoda boshini ko'tarib, Qozi afandining ko'zlariga boqdi. Keyin shunday dedi. Nafsingcha, nafsing nima bo'ladi? Uni ham tark qilasanmi? O'ldim. Meni o'ldirishdi. Uftoda men bilan bog'liq bo'lgan rishtalarni boshidanoq kesib tashlamoqchi. Nima qilarimni bilmay tipirchilab qoldim. Bu safar ovozim boricha faryod qilib Qozi afandiga yo'q de, qabul qilma deb hayqirdim, lekin unday bo'lmadi. Nafsimdan ham voz kechaman, dedi qozi. Men og'ir azobda qolib ingrab yubordim. Unday bo'lsa, rosta kamiga voz kechib, nafsingga azob berasan. Sendan 3 istagim bor. Mana shu eshikdan bu xonaqohga kirishing uchun 3 narsadan voz kechasan. Birinchisi, mol-mulkingdan voz kechasan. Chunki mol-mulk senga berilgan imtihondir. Mol dunyosi sevgisi bilan Alloh sevgisi bir qalbda aslo jamlanmaydi. Ikkinchisi, maqom martabadan, shuhratingdan voz kechasan. Chunki shuhrat og'uli o'qqa o'xshaydi. Shon shuhratning lazzatini bir marta totib ko'rgandan keyin
butun dunyo meniki deb o'ylaysan. Uchinchisi, nafsingni oyoqlaring ostiga olib ezasan. Chunki insonning eng buyuk dushmani nafsdir. U har doim sen bilandir, ammo o'zini senga sezdirmaydi. Modomiki bu dargohga kirishni istar ekansan, birinchi imtihoning shunday bo'ladi. Hozir borib egningdagi mana shu mo'ynani ham yechmasdan yelkangga oq surib tashlab, bozorda odamlar orasida yurib jigar sotasan. Shu bugundan boshlab qozi emas, jigarfurush bo'lasan. Uftoda shunday deb gapini tugatdi. Shundan boshqa hech narsa demadi. Men esa o'lgandan ham battar bo'ldim. Chunki uftoda meni juda yaxshi taniydi. U meni qanday qiynashni, qanday o'ldirishni biladi. Bu borada tajribasi juda katta. Qolaversa, Qozi Mahmud afandi ham qattiq ixlos qilib unga ishondi. O'sha ichki ovoz, vijdonining ovozi meni oyoqlari ostida ezishga ahd qildi. Hammasini anglab turibman. Istanbuldagi bir joy bugun. Sen. Tayyi makon derlar unga. Telefon qo'ng'irog'idan o'zimga keldim. Kitobdan chiqib keta olmayotgan edim. Uni qo'limdan qo'ygim kelmasdi, lekin majburan ko'zimni uzdim. Xuddi xayol olamidan haqiqiy hayotga qaytgandek bo'ldim. Hikoya eng qiziq, eng hayajonli joyida uzilib qoldi. Maza qilib kino ko'rayotganingizda eng qiziq joyiga kelganda elektr o'chib qolgandek gap. Qayta jiringlayotgan telefonimni ochdim. Qo'ng'iroq qilayotgan do'stimning ovozi biroz titroqli, nimadandir xavotirlanayotgandek tuyuldi. Men hali ham kitobning ta'siridan to'liq chiqmagan edim. "Yaxshimisan?" ahvol so'radi u. "Yaxshiman, rahmat, o'zing tuzukmisan?" U bo'lsa savolimga javob ham bermay, "Yaxshiliging aniqmi, ishqilib?" dedi. "Ha, yaxshiman, tinchlikmi?" "Tushimga kiribsan, juda g'alati tush ko'rdim. Rosa baland joydan yerga qulayotganmishsan. Men seni ushlab qolishga urindim, lekin qo'limdan kelmadi. Sen o'layotganmishsan. Juda qo'rqinchli tush ko'ribman, xullas." Xudo saqlasin, yaxshilikkadir. Xavotir olma, yaxshiman." "Ha, bo'pti, yaxshi bo'lsang bo'ldi. Juda g'alati bo'ldim-da uyg'ongandan keyin. Bugun biror joyda ko'rishaylik, vaqting bormi?" so'radi u. "Mayli, ko'rishamiz" dedim. 2 soatdan keyin ko'rishadigan bo'lib telefonni o'chirdim. Hali ham fikru xayolim kitobda. Bo'lib o'tgan voqealar zehnimni yemira boshladi. Nahotki inson bir shayxga murid bo'laman deb mol-mulkidan, mansabidan, shon-shuhratidan voz kecha olsa, deya o'ylar edim. Uftoda degan odam kim o'zi? Ismi tanishdek tuyulsa ham hech eslay olmadim. Bu dargoh yo'qlik eshigidir. Bu yerga to'qlik, borlik bilan kirilmaydi deyilgan edi kitobda. Xo'sh, o'sha eshik nima? Yo'qlik nima? To'qlik nima? Hech anglay olmadim. Bu qanday istak? Bu qanday istak bo'ldiki, bir insonga hamma narsasidan voz kechishni buyursa? Undan shular talab qilindi ham deylik. Xo'sh, u bulardan voz kechadimi? Nima uchun Qozi Mahmud afandi Uftodadagi bunchalar ko'p yolvordi? Axir u kimsan, Bursaning qozisi bo'lsa, nima uchun hamma narsasidan voz kechishga tayyor? Bularning sababi Allohga do'st bo'lish deyapti. Qanday bo'ladi bunday do'st bo'lish? Qozi Mahmud afandining o'rniga o'zimni qo'yib ko'rdim. Uning o'rnida men bo'lsam, bu xonaqohning eshigiga ham bora olmas edim deb o'yladim. Borsam ham hamma narsamdan voz kechishni talab qilsa, voz kecha olmagan bo'lardim. Qozi Mahmud afandi-ku boy, badavlat, hurmat, e'tiborli odam bo'lgan ekan. Men bo'lsa shu holim bilan ham hech narsamdan voz kecha olmayman. Qozi afandi nima qilarkin-a? Shuncha narsadan voz kecharmikan? Menimcha kecha olmaydi.